مين معانا يا شباب؟ عبد الله حبيب معنا من مشعر منى. حياك الله عبد الله، مساك الله بالخير. Hamkasbim Abdulloh Mashrul Harom bo'lmish Minodan jonli tarzda hozir efirda. Marhamat Abdulloh. Marhabo, hurmatli hamkasbim va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar. Tashrih kunlarining boshlangani bilan sizlarni muborakbod etaman. Biz Mashrul Harom bo'lmish Minodamiz. Hojilarning kelishini, Minoga oshiqib chodirlarga joylashishlarini, jamoatlarga borishlarini kuzatib turibman. Mana shunday ajoyib muhitda turib, sizlar bilan bog'lanmoqdaman. Aynan shu muborak maskanda O'zbekistondagi Qur'on kurslari rahbari ustoz Shayx Ali ibn Fayzulloh Maxdum bilan uchrashganimdan bag'oyat xursandman. Xush kelibsiz, Shayx Ali. دولة أوزبكستان أهلا وسهلا حياكم الله شيخ علي. أهلا بكم. أهلا. Xush ko'rdik. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alloh azza va jalladan siz va bizlardan solih amallarimizni qabul qilishini va ibodatlaringizni osonlik va tinch xotirjamlikda bajarib olishingizni so'rayman. Inshaalloh. Allohga hamd bo'lsin. Sizlarning delegatsiyangiz bizning mamlakatga qanday yetib keldi? Tashrih kunlarining ilk kunlarigacha ibodatlarni qanday kayfiyatda bajardingiz? Avvalan bismillahirrohmanirrohim va salatu vassalamu ala sayyidina va habibina Muhammad. Lasna faqat nahnu o'zbekiyin. Al-ara alladhi arahu fi wujuh al-hujjaj kulluhum. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalo Allohga hamd bo'lsin. Sayyidimiz va Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Nafaqat biz o'zbeklar, balki men ko'rib kuzatib turgan barcha hojilar mamnun. Mashaalloh. Aeroportdagi ilk kutib olish go'zal bo'ldi. Zero bu shahar omonlik shahri. Juda ham iliq va go'zal tarzda kutib olishdi. Xususan, mehmonxonalarga kirib borar ekanmiz. U yerdagi mehmondo'st saudiyaliklar bizni juda yaxshi kutib olishdi. Bizning hojilar nima deyishdi deng? Ular bizni jannat ahli kutib olgandek qarshi olishdi, deyishdi. Mening ko'zimga yosh keldi va ularga jannatda ham shunday kutib olinasizlar inshaalloh dedim. Chunki barcha mutasaddilar juda iliq va chiroyli shaklda kutib olishdi. Duflarni chalishib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlari, hijrat onlarini eslatib yubordilar. Barchalari xursand bo'lib qarshi olishdi. Allohga qasam, mening itlarim jimirlab ketdi. Yig'lab yubordim. Bizning televideniyamizdagi ko'rsatuvlarni ko'rganingizda siz ham shunga guvoh bo'lardingiz. Hojilar tashrif buyurishar ekan, ikki haram xodimiga va valiahd Muhammad ibn Salmonga tashakkurlar aytdilar. Alloh ulardan rozi bo'lsin, ishlariga baraka ato qilsin va umrlarini uzun qilsin. Dar haqiqat, ular yaxshi ishlarni amalga oshirmoqdalar. Ular har qanday maqtovga loyiq. Alloh ularni yaxshilik bilan mukofotlasin. Alloh azza va jalla bu duolaringizni qabul qilsin. Biz ham bu tashrifingizdan mamnunmiz. Madinaliklar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni kutib olishlariga o'xshab, kutib olgani haqida gapirib, bizni yanada xursand qildingiz. Aynan shunday bo'ldi. Ba'zi hojilarimiz biz jannatga kirgandek bo'ldik, deyishdi. Men ularga Allohga qasam, jannatda ham shunday kutib olinasizlar inshaalloh dedim. Yana ularga farishtalar ularning huzuriga har bir eshikdan kirib keladilar. Rod surasi 23-oyat degan oyatni eslatdim. Yana aytdimki, sizlar ham bu yerga mehmon bo'lib, Allohning ziyofatiga kelmoqdasiz. Bundan xursand bo'lmaysizlarmi? Albatta shod bo'lasizlar, deb aytdim. Hojilarimiz bunday istiqboldan juda mamnun bo'ldilar. Hatto har joyda hojilarga xizmat qilish sharaf degan so'zlarni o'qimoqdamiz. Hatto ba'zilarini suratga ham olib farzandlarimga yubordim. Ularga saudiyaliklarni ko'ringlar, haram ahlini ko'ringlar. Ular shunday baxtli insonlar, dedim. Dar haqiqat, Alloh taolo sizlarni mana shunday muborak joylar bilan siylagan. Allohdan buni yanada ziyoda qilishini, umringiz va ishlaringizga baraka berishini so'raymiz. Sizlar qanday ham yaxshi insonsizlar. بهذه الأرض الطيبة المباركة وربنا يعني نسأله المزيد وربنا يزود من عمركم ومن أعمالكم ويعني Biz ham haram xodimlari bo'lishdan faxrlanamiz. Bu biz uchun sharaf. Biz bu tasvirlarni, ya'ni O'zbekistondan kelgan barcha ziyoratchilarni o'z kanalimizda e'lon qilamiz. Albatta biz sizlarni
xususan muftiy hazrat, delegatsiya raisi va konsullik xodimlari mamnun bo'lishingizni xohlaymiz. Darhaqiqat biz bundan juda xursandmiz. Ayniqsa bu haqda bizga batafsil gapirib berganingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Biz ham xursandmiz. Men o'zim va xalqimning salomi va tabriklarini yetkazmoqchiman. Xususan, hojilarimiz tarixida ilk marta sodir bo'lgan hodisaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev hojilarimizning holidan xabar olish uchun yurtimiz muftiysi bilan telefon orqali bog'lanib, hol ahvol so'radi. Ular telefon orqali suhbatlashdilar. Biz buni ko'rib turdik. Bu yurtimiz tarixida ilk marta sodir bo'ldi. Ehtimol juda kam holatda prezidentlar bunday hol ahvol so'rab telefon qiladilar. Nega bular sodir bo'ldi? Sababi prezidentimiz ham bu yerga tashrif buyurdi. Ikki haram xodimi Saudiya qiroli va valiahd u kishini juda yaxshi kutib oldi. Alloh ularni yaxshilik bilan mukofotlasin. Allohga hamd bo'lsin. Ikki taraflama aloqalarimiz oldingidan ham yaxshilandi. Shuningdek, saudiyaliklar bizni Buxoriyning avlodi sifatida ham yaxshi ko'radilar. Albatta o'z navbatida biz ham haram ahlini yaxshi ko'ramiz. Allohga hamd bo'lsin. Prezident va muftiy suhbatini ko'rar ekanmiz. U yerda ham muftiy hazrat aynan shu gaplarni aytdi. Alloh taolo muftiyimiz fazilatli Shayx Nuriddin hoji hazratlarini yaxshilik bilan mukofotlasin. Adashmasam muftiy hazrat Islom olami uyushmasiga a'zo sifatida qabul qilingan edi. Xuddi shunday, muftiy hazrat Islom olami uyushmasiga a'zo bo'ldi. Islom olami uyushmasining oliy kengashiga a'zo bo'lgan edi. Ha, shunday. Yaqinda kelib ulamolar bilan maslahatlashgan edi. Alhamdulillah, do'stona aloqalarimiz yanada mustahkamlashdi. Shu bois barcha ziyoratchilar, xususan o'zbekistonlik hojilar sharoitlar yaxshilanganini ko'rmoqdalar. Men shu fursatdan foydalanib, o'zimning nomimdan, farzandlarim va oilam nomidan hamda barcha hojilarimiz nomidan aytamanki, biz sizlardan rozimiz. Alloh ham sizlardan rozi bo'lsin. Saudiyaliklarning barchasidan, rahbarlari, hokimlaridan, xususan ikki haram xodimidan va valiahd Muhammad ibn Salmondan Alloh rozi bo'lsin. Alloh ularni yaxshilik bilan mukofotlasin. Hukaman va ru'asaan va xosatan xodim al-Haramayn ash-Sharifayn va li ahdihi Shayx al-Amir Muhammad bin Salman jazahullohu va jazahumulloh khayral jaza. Allohumma amin. O'zbekistondagi Qur'on kurslari rahbari Shayx Ali ibn Fayzulloh Mag'dum hazratlari, sizga bu suhbat uchun tashakkur aytamiz. Darhaqiqat Shayx hazratlari bugungi kundagi manzarani chiroyli so'z bilan ifodalab berdi. Allohdan bu ziyoratchilarning hajini qabul qilishini, ibodatlarini mukammal tarzda tugal qilishlarini va yurtlariga salomatlikda, omonlikda va ulkan ajrlarga ega bo'lib qaytishlarini so'rab qolamiz. Shu bilan Minodagi suhbatimizga yakun yasaymiz.